Naqd 50 million beraman. Tiniq qilib. 1 million qo'yib sotaman. Hech bilmaysiz aka. Kelishtiribroq ayting, jorim aka. Mana ko'zingiz oldida aytib turibman, Samarqandlik akanikini 64 millionga oldim, ochiq gapda. 65 millionga sotdim. 30% kraskasi bor edi. Buni hozir o'z oldini ko'rib turibman, ustitrlar almashgan, kapot almashgan, kirlar almashgan, narxni aytgandan keyin qara olmadim. Birinchi pozitsiya. Hisob chiqadi. Yo'q, hel qo'ymaydi. Ko'nglingiz nechi? 55 ming ko'nglingiz hech bo'lmasa. Ha. 2-3 qochilay aytib, ko'p qochilay. 65 million. Ya. Ko'nglingiz 60 ekanda 64 mayli. Ochiqcha ko'ring. Ismingiz nima aka? Qahramon. Bir qahramonlik qiling bo'lmasa. 50 ga bering, men ham bir qahramonlik qilaman. 51 ga beraman. Sizga 50 million berdim. Shu mashina. To'g'risi-da, lekin 60 ming mashina emas qahramonlar. Ochiqcha birinchi pozitsiya. Endi hisobi bordi, harakati bo'ladi, bilasiz qahramon. Nima qilasiz? Safsiz. Texnika ham mendan yaxshi tushunasiz. Qahramonga 50 million zo'r so'radim mashina. Qahramonga ko'ngli kamiga hech bo'lmasa 55 million. Ochiq gap. 55 million. Yo'q, men so'ramadim, prosta aytaman. Yana so'radingiz-ku, demak. Keyin chiqardimi mashina? Yo'q, keyin chiqdi. Bizlardan bir Lacetti sotilgan. To'g'ri, avtomat Lacetti, ikkitan bir xil nomerli Lacetti kelib qo'ygan keyin. Bizga kelga u 65, 9 million, 50 million sotildi Lacetti. Ikki partiyasi qarpi adashibdi kimlar? O'shani 65 deyapti akmalga deyapti. Lekin u o'zi meniki ham emas u. Bu olgan Lacetti shayton shuni olib sotib chiqib ketgan aka-ukalar olingan. O'shanga adashyapti. Hozir men vaqtim bo'lsa telefon olib chaqiraman, bir gaplashib olaylik. Noto'g'ri gapirmang. Instagramga noto'g'ri yozing. Comment. Aka mashinangiz oson 1 million qo'yib sotaman, ochiqcha gapda. Agar 2 million qo'yib sotilganini ko'rsangiz, olib sotib natkaz qilib olasiz. Bo'ladigan bo'lsa aka 52 million olaman, 53 million sotaman, 55 to'rt tortmaydi dedi. Ochiqcha mardona ko'ring. Qahramonga nima deysiz? Oxiri 55 o'zimi? Yo'q, Instagram nomeringizni bilan qo'yib beraman-da. Yo'q, aka mana ko'pchilik kuzatibdi hozir. Yo'q, o'zim ham kuzataman. Bitta narsada, misol aka kelib kattaroq texnikalari bor ekan, bu yerga iltimos qildi-da. $200 beraman, joyga borib reklama qilib bering, o'zi tutsangiz bo'ladi-da. Tushundim. Biz yo'q dedi, bu yerga shu narsani ochganmiz, biz bloger emasmiz, deydi. Ko'pchilik bloger deb o'ylabdi, nima? Shunga qo'yib beraman deyapti. Sizga foydasiga gapiryapti. Lasti jentra qilingan bor-ku, 53 ga. Ha, yaxshi mashina. Yaxshi mashina. Bo'ladi desiz, ha, mana shu ko'nglingizni aytsangiz ochish. Nomeringizni bilan qo'yib beraman Instagramga, qahramon aka. 99lik 662 37 92 37 92 bo'l. Qarang, yurgani qanchadi buni? 280. 280. Kimdir 55 million naqd sanaymansa berasiz, birinchi pozitsiya. Necha pulga berasiz? Ayting, o'shani ham aytib ketaylik. Kraska holatini bilmayman deyaptilar. Kraska holatini bilmayman deyapti, ko'rgan joyimda aytay. Xo'p, kapot, kiranglar, usletrlar qo'yilgan. Chunki orqasiga o'tib qaramadim, narxi sal baland aytganlar. Ko'ringlar, telefon qilinglar, mana qahramon aka, to'g'ri kelsa berasiz. Joni sog' bo'lsin aka, charchamang. Xo'p.